Papparapappam. Xo'sh, yaxshi. Mana shu juda ham ajoyib kartinka bo'ldi deb o'ylayman. Yoki mana bumi? Yo, bumi? Bilmadim. Menimcha juda ham mana shu ajoyib. Barchaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men yana kompot mana yaxshimi? Sizlar demoqchi edim. Tushunmadim. Kim gapiryapti? Sen kim bo'lding, ha? Nimalar qilyapsan bu yoqda? Sen kimsan? Man haterman. Nima? Nima hater? Man hater. Hatermisan? Yo'q, bilmagan ekanman negativ ekanini. Xo'sh, nima uchun kelding? Ha? Man mana bu do'stlarim bilan kelganman. Sani Nima? endi-da o'sha men yoqmayapsan. Davay, hamma narsani olib ket bu yoqdan. Nimaga bu yoqda kompot loq deb yozib tashlagansan? Tushunmadim. Bu yoqda nima-chu? Nima? Kompotni tomosha qilmanglar deb yozganmisan? Yo'q, bu narsa juda ham yomon. Yaxshi emas. Va yana bu yoqda mana bu rasmimchi. Yo'q, nimaga bu meni sevimli rasmimga teginding? Mani rasmimmi? Ustingdan kres tortilgan-ku. Davay yo'qol, kirmalaringda, Yo'q, ko'rsatib qo'yamiz ben senga. Davay, eshikni och. Nimaga eshikka olov qo'yapsan? Aqling joyidami sani? Davay ketay olimdan, obunachilar bu aqldan o'zib qolganmi bular, Qanaqa men haterman deydi, kallasi bilan bir urushib qolganmi bularda, bilmam. Kompot. Ana obunachilar yana ular gap chaqirishadi, men bilmadim obunachilar buraga nima deb deyishga hayronman obunachilar. Mayli. Nima bo'lganda ham obunachilar hozir bular bilan bilmadim, bularni bir yo'qotib o'rish kerak. Bular toza muammo bo'ldi. Kallang joyidami sani? Hoy, nimalar qilding meni uyimni? Kalla sanovi. Jam. Mana endi o'zbek tilini bilasan-ku. YouTube'ga video qo'ymay, jonga tegding, balki sen videolaring yoqmaydi menga. Bo'lmasa tomosha qilman nima? Qiyinmi shu narsa? Men hater bo'lganligim sabab seni tomosha qilmayman. Tomosha qilmaysan? Nimalar deyapsan, hoy? Obunachilar uni videosini ko'rmanglar, bo'lmaydi. Sen nimalar deyapsan? Davay ketchi bu yoqdan, asam yo'ynayapsan. Hozir ko'rsatmayman. Senga bitta gapim bor. Hozir men verstakni olamanda, hozir bilasan-ku. Bu nima deyotganing o'zing ham bilmayapsan-ku, hoy. Bo'ldi, endi shu gaping uchun endi men hozir sen kompyuteringga o'tiramanda, hozir nima qilasan? Kompyuterimga o'tirib, men hozir shuni politsiyaga telefon qilaman. Sen hech nima qila olmaysan. politsiyaga telefon qilib, kanalingni o'chirib yuboraman. Politsiyaga telefon qilsang. To'xta. Hoy, bo'ldi, tekinma. Ketasanmi qishloqdan? Mayli. Qishloqdan ketaman, mayli ketsam ketibman-da. Davay, hamma narsangni ol, davay bu yoqdan sor, mana notebooklaringni ol, davay ket. Hali ko'rsatib qo'yaman men senga. Mayli, bo'lmasa men ketdim, bo'lmasa qishloqdan ketyapman, mana ko'ryapsanmi? Ha, hozir agar ketmasang bilasan, davay tezroq ket, bo'ldi, narsalarga teginma, meni narsalarim. Bo'ldi. Sen haterlar. Obunachilar bularni juda ham yomonligini. Bu yerdan borib qochishgina mana bu yerga yashinib olaydi. Obunachilar, men boydan beri bir 5 minutlardan beri o'tiribman mana shu yerda. Borman, bu haterlar ketish niyati yo'q. Nimaga ketmayapti bular? Bilmadim. Nima qilyapti ekan? Biz hali bu yerda borki hater qishlog'i qilamiz. Hater qishlog'i bo'ladi, bu yer bo'ldi. Obunachilar, eshitdinglarmi? Bular tushunmadim, hater qishlog'i qilamiz deydimi, nimalar deyapti? Obunachilar, bilmadim, qandaydir qilib bularni yo'q qilish kerak, bilmadim. Lekin qanday qilib iloji bor? Bo'ldi, toza jonga tegdi. Nimaga bunday yashirinib o'tiraveraman, ha? Bu haterlardan kelib shu bir 3 ta 4 ta haterlardan qo'rqamanmi hozir bularga? Hater qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Voy, qani ketlaringchi, qani. Nima deysan? Yana qaytib keldingmi? Ketaman deganding-ku. Sendan men bo'ldi, qara. Hozir nima qilasan, ha? Nimadir qilasan, bizni yo'q qo'rasanmi yoki? Juda ham qo'rqib ketdim-ku. Kompot, endi nima qilaman? Bilsang agar bor, obunachilarim juda ham ko'p, senlardan ham ko'p, bilsang agar haterlardan ko'p, mana obunachilarim ko'p. Mayli, balkim o'sha hamma haterlar sendan nafratlangani uchun obuna bo'lgandir. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin, ha? Balkim bilmadim, men bunday bo'lishi mumkindir. Hoy, yig'ishtir, men pistoletni, tushunmadim. Kel, mana bu o'yinni o'ynaymiz. Hozir duel o'ynaymiz. Agarda men yutsam, sen bu yoqdan tuyog'ingni shiqillatasan. Agar sen yutsang, men bu yoqdan ketaman, bo'ladimi? Bo'ladi, mayli. Xo'sh, men barjachan avval, endi 10 qadam sanayman hozir, davay. Xo'p, mayli, davay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Davay qanotchi. Davay bu yoqqa ketchi, mana hozir senga ko'rsataman hozir.
nimaga senga tegmayapti? Tushunmadim. Bu yana nima? Bu g'urromchilik bo'ldi bu. Tushunmadim, sen kreativmisan? Men urolmadimman seni. Nima deyapsan? Mani otaverma sen. Tushunmadim, aqldan o'zib qolganmisan sen? Sen. Tushunmadim. Kreativdasan sen, 100 talik kreativdasan. Kreativda bo'lmaslik aytilmagan-ku. Kallang joydami sana? Jonimga tegding bor. Hozir merga aytaman men. Mer, qisqasi qarang, mana bu короче yosh bola kelib olib, вообще pistoletlar bilan meni otib, barcha ana uylarimni to'g'irlab sen. Aqldan ozib qo'yganmisan sen? Nima qilding hozir merda? Nima qila olasan? Politsiyaga telefon qilasanmi? Politsiya. Aqldan ozib qolibsan. Mayli, men ketdim, bo'lmasa davay ket. Bunisi boshqa gap. Davay, sur bu yerdan. Obunachilar. Tushunmadim, bu boki вообще aqldan ozganlik bu. Nimaga merda bunday qilib tashadi, yo'q qilib tashadi bu? Hayronman boru. Menga zo'r fikr keldi. Lekin qanday qilsam ekan? Obunachilar qaranglar. Bizning qishloqda ko'pgina hazil qiladigan qishloqqa bor. Bu qanday qilib hazil qiladi? Juda ham zo'r hazillar qiladi. Endi qaltisam hazil qilib turadi. Mana shu hazillar bilan bu haterni yo'q qilib yuborsak, menimcha bo'ladi, adashmasam. Ha, to'g'ri. Mana bu yerda edi menimcha uyi. Mana shu yerda edi. Qishloq shu yerdamsan? Qishloq bu yerda bo'lmasa ham mana shu yerlarda bo'lish kerak. Buni hazil qilish uchun vositalari bo'lish kerak. Mana bu yerda ekan. Ajoyib. Bularning barchasini olib, hazilini qilib ko'ramiz. Xo'sh, mana buni olamiz, bularni olamiz. Menimcha bu yerdagi barcha narsalar kerak, faqat mana bu ekin urug'idan boshqa. Xo'sh, menimcha juda ham ajoyib. Ana endi hozir mana bu ko'rinmaslik damlamasini ichib olamiz. Qani ko'rinmas bo'larmikan? Ajoyib bo'lib ishlamon qaraylik, ko'rinmas bo'ldik. Ana endi hozir ana u haterni oldiga boramiz. Ya'ni haterda do'stlarimi, o'sha ularning oldiga-da. Xo'sh, asta-sekinlik bilan boramiz. Buni qaranglar. Aqldan o'zib qolganini qaranglar. Qo'sh. Sen qishloq qilsan ko'rsatib qo'yaman. Qara, otaylik davay. Chumad. Bu yana nima bo'ldi? Davay, otaylik, buni ham otaylik. Sanlar qilyapsanlar, sen qildingmi? Nima, sen o'zing nima zo'rmanda o'ylayapsanmi? Hozir senga boshqacha gaplashib qo'yaman, bo'lmasa mana senga. Davay, mana bu lava qo'yamiz. Aqlni ozib qolganlar, nima? Endi sen lava qo'ydingmi? Nima, ana endi sen hater emassan. Sen nima? Nimaga meni otding? Bu nimasi bo'ldi bu? Nimaga meni otding, Sen endi hater emassan, sen kompot obunachisan. Endi shu bo'lganing uchun ana endi haterlikdan ketding. Ana endi men hozir shunday men qilcham olamanda ko'rsam, tushunmadim. Salla o'zingdan ketib salla-ku. Salla endi hater emassanlar, tushunyapsanlarmi? Hammang menga qarshi chiqyapsanlarmi? Mayli bo'lmasa boshqacha gaplashib qo'yaman bo'lmasa. Buni ishlamon qaraylik, o'xshamoqda. Qani buni ham olaylik, buni ham otaylik. Tushunmadim. Kim otyapti mana? Bu pistolet. Men bu. Tushunmadim. Sen qishloqqa seni qo'lingda pistolet borligini ko'rdim, kalashdi. Davay, qani, senga tushunmadim. Kim bularni otyapti bu? Tushunmadim. Nimaga bunday bo'lyapti? Hech kim ham qolmadi-ku mana. Davay haterlar, qani bu yoqqa kelinglar, haterlar, barcha haterlar, davay tayyor turinglar. Tushunmadim, haterlar deyaptimi? Yana qanaqa haterlar deyapti bu? Davay, kompot uyini buzamiz. Men haterlarning ko'pligini hozir bularni ko'rsaman. Barcha haterlarni yo'q qilamiz. Davay, yo'q bo'lib ketlaring. Davay, hammang yo'q bo'lib ketlaring. Davay, hammasini portlatib yuboraylik-chi. Hoppa, davay, ketlaring, hammang ketlaring. Tushunmadim. Nima bo'ldi haterlarga? Nima barcha haterlar yo'q bo'ldi? Nimadir qildimmi yoki men? Tushunarsan. Menimcha kompot to'g'ri aytdi. Kompot obunachisi mendan ko'p, haterlardan ko'p. Mayli, ana endi obunachilar hozir o'zimga kelib olaman. Qani. Hoppa. Qayerdan paydo bo'lib qolding? Ketma deymisan, barcha haterlar yo'q bo'lib ketdi. Qanday bo'lar ekan, men bu menda o'zingga qadrli narsani buzish qanday bo'lar ekan? Qarasam, mana bularning yo'q bo'lib ketgan sabab mani uyimni ham mana qilding. Xo'p, nima qilishim kerak hozir? Men haterman, tushunyapsanmi? Seni men yoqtirmayman, men ketdim, boshimni ortding. Men bu narsalarni ham olib ket o'zingga yarasha. Ket, boshimni ortma. Davay, hater. Obunachilar. Menimcha ketdi. Ajoyib. Lekin mana bularning barchasini to'g'rilash kerak. Yana endi barcha joyda rasvo qilib tashadi. Men ham derdim, obunachilar qaraylik, ko'rishinglar mumkin. Haterlar kelibdi. Hater. Hater. Qanday qilib kelgan bo'lishi mumkin bilmadim, obunachilar qanday qilib meni manzilimni topdi. 13-qishloqga men manzilim otda.
nima ham derdim obunachilar, endi bu xayterlarni shunday qilib yo'q qilmasak bo'lmas edi. Endi menimcha qaytib kelishmasa kerak, yanada qaytib kelishsa boshqacha yo'llar bilan kutib olamiz. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.